Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi Nexia Sonos gibrid avtomobilimiz avtorasxod qilyotgan, ruxsat qildiraman degan niyatda kelgan edi. Ochamiz inshaalloh ko'rib, to'rali gilzalarni o'lchaganimizdan keyin kolsaga qo'yamiz, yo qo'ymaymiz, yo bo'lmasa 0 gacha motor qilamiz degan maslahatimizni bergan edik. Ochdik, mana hozir o'lchadik. Sizlarga ham ma'lumot bo'lib qolsin degan maqsadda bu videoni chiqaryapman. Xudo xolasa hozir tushuntirib o'taman. Mana pastini endi 0 ga keltirib olganmiz gilzamizda. 0 ga keldi. Kelgandan keyin tepaga ko'taramiz. Besh sutka 6 sutka o'ynayapti. 6 sutka o'ynayapti. Xo'p, endi shu ikkinchi silindrimizda yon taraflama. Hozir kamera jichasi usti qilmayapti. Mana. Yon tarafi 4 sutka o'zi och ekan gilzani. Gilza qovun sifatib qo'ygan. 5 sutka 8 sutka o'ynayapti. Hop, bunisini bu tarafini o'chirib qo'yaylik. Pasti 6 sutka ekan mana. To'qqiz 10 sutka o'ynayapti. Gilza qovun bo'lib qolgan, anaqasi kengayib ketgan. Xudo xolasa egasiga maslahatlarimizni beramiz-da. Inshaalloh motorini chiroyli qilib yig'ib beramiz.